Xo'p, bugungi mavzuyimiz bir nechta formula bilan berilgan funksiyalarning grafikini chizish va uning xossalarini qarab o'tamiz. Xo'p, bizga funksiya berilgan bo'lsa, demak f of x barobar x plus 1 bo'lsin, agar x 2 dan katta bo'lsa va x kvadrat bo'lsin, funksiya grafiki x 2 dan kichik bo'lsa. Xo'p, qarang, bir nechta formula bilan berilgan funksiya degani nima degani? Bu degani, masalan, shunday sistema keladiki, bizda qaranglar. Masalan, kelishi mumkin sinus x funksiya grafigi yoki chiziq funksiya grafigi yoki parabola funksiya grafigi. Ya'ni 3 ta funksiyani birlashtiramiz. Vaqtda balkim 4 ta funksiya, balkim 5 ta, bilmaymiz. Demak, bir nechta funksiyalarni birlashtirib, uni grafigini chizish qanday bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz bugun. Xo'p, mana bu misolga qaytamiz. Bunda aytyapti, qaranglar. X plus 1 bo'lsin agar x 2 dan katta qiymat qabul qilsa, x kvadrat bo'lsin agar x nimadan kichik bo'lsa, 2 dan kichik bo'lsa deyapti. Xo'p, birinchisi qanaqa funksiya? Birinchisi chiziqli funksiya, ikkinchisi kvadrat funksiya, ya'ni parabola. Xo'p, buni aslida grafik qanday bo'ladi? Ikkalasini birinchi alohida chizib olsak, qaranglar. Mana. Birinchi funksiyamiz y barobar x plus 1, ikkinchi funksiyamiz y barobar x kvadrat, to'g'rimi? Xo'p, bu agar y barobar x bo'lganda koordinata boshdan o'tadi, to'g'rimi? O'sha bir soni qo'shilgani uchun bir-biri yuqoriga ko'tariladimi? Demak, ox o'qini kesish nuqtasi va oy o'qini kesish nuqtasini topamiz. Ox o'qini kesganda nima nol bizda? Y nol. Oy o'qini kesganda nima nol? X teng nol. Xo'p, y ga 0 qiymat bersak, 0 barobar x plus 1. Bundan keyin chiqadi x teng minus 1. Oy x o'qini qayerda kesdi? Mana minus 1 da kesib o'tdi. Oy y o'qini kesganda y barobar x ga nima qo'yamiz? 0 qo'yamiz. 0 barobar demak 1. Oy y o'qini ham qayerdan kesyapti? 1 da kesyapti. Demak, k'ning qiymati musbat qayerdan o'tadi? 1 va 3. Demak, 1 qo'shilgani uchun shunday o'tadi. Buni grafiki tushunarli. Endi y barobar x kvadrat funksiya grafiki qanday bo'ladi? Parabola bo'ladi, to'g'rimi? Parabola. Bu buni grafikini bilamiz. Endi bu sistemaga qaytamiz, qaranglar. Buni ikkalasini ham bitta koordinatada chizib oldik. Endi aytyapti x 2 dan katta bo'lsa, xo'p 2 qiymatini chizamiz, qaranglar. 2 ni belgilab olamiz. 1 2. Xo'p, 2 da buni qiymati nima bo'ladi? Bu funksiyaning qiymati. Chiziq funksiyaning qiymati 3 bo'ladi. Buni qiymati 2 da 4 bo'ladi. Demak, 2 ni o'tkazib olamiz, qaranglar. 2 ni o'tkazib olamiz. Endi bu funksiyaga qaytamiz, qaranglar mana. 2 da buni qiymati, demak, 1 da qiymat 1, ikkalasini ham mana 1 2 da kvadrat funksiyaning qiymati nimaga teng? 4 ga teng. 2 da buniki demak 4 ga teng. 2 da buniki esa 3 ga teng. Xo'p, endi qaraymiz. Bu aytyapti 2 dan katta bo'lsa x plus 1 ni olyapti. Mana 2 dan katta qiymat, mana 2 dan katta bo'lsa x plus 1, mana x plus 1 ni mana bu qismini olamiz mana. Ya'ni 2 dan katta qismini chiziq funksiyani. 2 dan kichik bo'lsa nimani olyapti? Kvadrat funksiyani x kvadratni olyapti mana. X kvadratni demak 2 dan kichik qiymatni olamiz. 2 dan kichigi mana. Keyin qolgan chiziqlar o'chadi, ya'ni chiziq funksiyaning demak bizda mana bu qismi o'chadi, mana bu qism yo'q, o'chadi, mana bu qism o'chadi chiziq funksiyada. Kvadrat funksiyada esa nima qismi o'chadi? Mana bu 2 dan katta qismi, mana bu taraf o'chadi. Endi buni chizamiz, qaranglar. Mana taxminan grafikimiz shunaqa bo'ladi demak. Kvadrat funksiyaniki
va chiziqli funksiyaning grafigi mana shunday. Tushundingmi? Endi bu desmosda ham chizib ko'ramiz. Qaranglar, ushbu chiziqni aniq qanday hosil bo'lishini Desmos degan programmamiz bor. Desmosda chizib ko'ramiz. Xo'p, Desmosga o'tamiz. Desmosda chizib ko'rgandek, Desmosda qanaqa bo'ladi? Mana Desmosdagi grafik. Mana qaranglar. Mana x barobar 2 to'g'ri chizig'imi mana 2 ni o'tyapmiz mana. Mana 2. Ko'ryapsizmi mana grafikni? Aytyapti mana qaranglar. X barobar mana 2 to'g'ri chizig'i mana. 2 dan kichik bo'lsa mana 2 dan kichik taraf bo'lsa x kvadratni olyapti. Mana x barobar 2 dan kichik tarafda mana funksiya grafi parabolami? 2 dan katta bo'lsa nima deyapti mana? X plus 1 mana x plus 1 to'g'ri chizig'i. Tushundingmi? Bu grafikni chizib olinglar. Xo'p, endi qaranglar, ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolda demak bizda 3 ta funksiya kelyapti. 3 ta funksiya kelyapti va 3 ta oraliq berilgan. Bo'lsa demak f ya'ni funksiyaning -2 dagi qiymati, funksiyaning 0 dagi qiymati va funksiyaning 3 dagi qiymatini toping deyapti. Xo'p, buni qanday topamiz? Xo'p, birinchi f -2 ya'ni x ning -2 dagi qiymatini topamiz. Aytyapti qaranglar. X ning qiymati nima bo'lsin deyapti bunda? -2 bo'lsin deyapti. Endi oraliqqa qaraymiz. -2 mana shu 3 ta oraliqdan qaysi biriga tushyapti? Qaranglar qani? Birinchisiga tushyapti. Ya'ni bunga x ga -2 qo'ysak, -2 0 dan kichikmi? Demak shunga tushyapti mana. Lekin bunisida -2 0 dan katta, 3 dan kichik emas, to'g'rimi? Demak bunga tushmaydi. -2 3 dan katta emas, to'g'rimi? Demak -2 birinchi oraliqda tushyapti. -2 da funksiya qiymati x kvadrat plus 1 qiymatini oladi. Ya'ni x o'rniga nima qo'yamiz? -2 qo'yamiz. Tushunarlimi? Demak 4 plus 1 barobar 5 bo'ladi. Tushundingmi? Endi f ya'ni x o'rniga 0 qo'yamiz. Xo'p, qaysi oraliqda tushyapti? Ikkinchi oraliqda tushyapti. Demak, qaysi funksiyaga qo'yamiz? Chiziqli funksiyaga. 2 karra 0 minus 1 barobar minus 1. Tushunarli? Ya'ni uchinchisida f 3 ni toping deyapti. Ya'ni funksiyaning 3 dagi qiymati qaysi oraliqda tushyapti? Qaysi oraliqda tushyapti? Yo'q, endi bunday qilamiz mana. Nima qilsak, ikkinchi oraliqda tushyapti. Tushundingmi? Demak, ikkinchi oraliqda. 2 ko'paygan 3 minus 1 barobar 5. Tushundingmi? Xo'p, shunaqa misollar kelsa, shunday ishlaymiz, yozib olamiz. Endi qaranglar, 3-misol. Demak, bunda ham funksiya grafikini chizing degan shart bor ekan. Funksiya grafikini qanday chizamiz? Bunda ham demak x barobar bu ikkalasi ikkita chiziqli funksiya, x minus 3 va y barobar x minus 4. Xo'p, buni grafikini chizib olamiz birinchi navbatda. Mana. Chizadigan bo'lsak, xo'p, x minus 3 grafik qanday bo'ladi? Demak, buni ox va y o'qim keskin bilan topamiz. Ox o'qim keskanda nima bo'ladi? Y nol. Y o'qim keskanda x nol. Xo'p, y ga 0 qo'yadigan bo'lsak, x barobar 3 bo'ladimi? X ga 0 qo'yadigan bo'lsak, y barobar necha? Minus 3. Ya'ni ox o'qini 3 ta kesyapti mana. Y o'qini 1 2 3 minus 3 ta kesib o'tyapti. Demak, grafik kani qiymati musbat, to'g'rimi? Mana. Grafik shunday o'tadi. Tushundingmi? Demak, bu yer 3 va bu yer minus 3. Buni hosil qilib oldik. Endi ikkinchi funksiyani topamiz. Ox o'qini qayerda kesadi? Y barobar 0, x barobar nima bo'ladi? Minus 4. Y o'qini x barobar 0, y barobar 4 ta kesib o'tadi. Demak, x da minus 4 ta kesib o'tyapti. 1 2 3 4 va y o'qini y barobar 4 ta kesib o'tyapti. 2 3 4. Demak, grafik Xo'p, tushunarlimi?
Endi aytyapti x'imiz nimadan? Birdan katta va birdan kichik holat. Demak, x barobar 1 to'g'risini o'tkazib olaman qaranglar. Mana 1 to'g'risini o'tkazib olaman. 1 to'g'risini. Mana. Tushundingmi? Endi x barobar 1 to'g'risini o'tkazib oldik. Endi aytyapti x birdan katta bo'lsa qaysi funksiyani olyapti? X minus 3. X minus 3 grafik qani? Mana birdan mana uni 1 to'g'risizligidan mana katta qismi qayerda? Mana bu yermi? Shu yermi? Mana. Shu qism qolgani o'chadi. Yo'q, bu tarafdan o'chadi. Endi x barobar 1 dan kichik yoki teng bo'lsa qaysini olyapti? X minus 4 ni mana. X minus 4 ni demak mana bu qismi qoladi. Qolgani o'chadi. Tushundikmi? Demak, mana shu yaxshi bo'lgan joyda grafikda qoladi. Chunki grafik shunday bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, buni bir chizib olinglar-da. Endi qaranglar, mana desmusdagi ko'rinishi mana. Mana x barobar mana 1 to'g'risida mana 1 to'g'risida olamiz mana. Biz boya qolgan qismini aytgandik, yaxshi bilan bo'yab ko'rsatgandik. Mana x barobar 1 to'g'risida x'im 1 dan katta bo'lsa, x minus 3 ni grafikini olyapti mana. X minus 3 ni grafiki mana. 1 dan katta qismi mana. Ko'ryapsizmi? Qolgan qismi yo'q. X'im nima deyapti? 1 dan kichik yoki teng bo'lsa, x minus 4 ni grafikini olyapti mana. Mana. 1 dan kichikmi? X minus 4 ni mana 1 dan keyin qismi yo'q. Ko'ryapsizmi? Desmusdagi ko'rinishi. Demak, buni ham chizib olamiz.